Mirzo Ulug'bek tumanidagi 50 sonli matematika fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida "Biz hayotni tanlaymiz" shiori ostida amaliy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqda. Giyohvandlik nafaqat inson salomatligi kushandasi, balki mamlakat taraqqiyotiga bolta uruvchi illatdir. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kinologiya bo'limi hamkorligida tashkil etilgan mazkur tadbirda giyohvandlik va psixotrop moddalar, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining inson salomatligiga ta'siri, uning ayanchli oqibatlari xususida so'z bordi. Ushbu moddalarni mamlakatimizga olib kirilishi va tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Bugungi tadbirga o'tkazishimizdan maqsad psixotrop giyohvand moddalarni oldini olish, cheklash, ya'ni yoshlar o'rtasida iste'molga qarshi kurashish, bu illatning juda ham yomonligi, ya'ni o'ziga moyilligini tushuntirish bo'yicha xodimlarimiz bevosita tushuntirishlari borildi. Bu yoshlar hozir misol uchun ko'pchiligi bu har xil psixotrop moddalarga yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilib ko'rishga moyillik ko'proq bo'ladi. Bu narsadan uzoq bo'lishlari yaxshi bo'ladi. Jamiyat uchun xavfli illatlardan biri hisoblangan giyohvandlik muammosi so'nggi yillarda nafaqat respublikamiz, balki butun dunyo jamoatchiligini tashvishga solmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 10 yil ichida giyohvandlar soni qariyb 25% ga o'sgan. Tadbir davomida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kinologiya bo'limi xodimlari tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etilib, ushbu illatga qarshi kurashish usullari ko'rsatildi. Yoshlarga mazkur illat oqibatlari tushuntirildi.